Assalomu alaykum va rahmatulloh. Revansh qachon bo'ladi deb ko'chada internetda polni so'rashyapti. Menga qolsa futbolka short shinkalkam kiyishga ulgursam bo'ldi. Farqi yo'q, xohlasa bugun, xohlasa 2 oydan keyin. Faqat mana shu 2026-yil bo'ladi. Lavs ketilgan, qo'l tashlangan. Endi qo'rqishi aniq. Bunaqa jangdan keyin qo'rqadi, chunki bir marta nokaut bo'ldi, berishmadi, pasini ushlab oldi. Knockdownlik hisobga olinmadi. Men o'zimga kiyinimcha bor-ku, mana shu holatimga hozir kulgunimcha nima bo'lsam bo'ldi, necha kunimda tunlarimda bedor o'tkazdim. Menga sabab bo'lganlar bor. Xudo xolasa men 3 raundga olib bormayman inshaalloh revanshda, xudo xolasa. Undan tashqari 5 raundlik kamarda ushlab o'tirgan yigit bor, ismini aytmayman endi. Balkim qo'rqayotgandir, javob bera olmayapti, balkim mensimayotgandir. Lekin xudo xolasa inshaalloh har bitta qilig'ing shunchaki qolmaydi. Xudo xolasa inshaalloh gaplashamiz. Hatto kana Nurusov bilan ham Ozarbayjon